Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin obunachilarimiz. Bugun ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani 39-manzil. Bannisani hamma bilsa kerak, o'sha yerdan 200 metr ichkari kirganda bo'pti. Metrolarimiz yaqin, Qo'yliqqa chiqishga yaqin, metrogacha 500 metr masofada joylashgan xonadonimiz. Ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqa chiroyli fasonda remontdan chiqqan, sizlar uchun tayyor holatda. Kiyim-kechaklarni olib kelasizlar. Kelib mazza qilib yashayversanglar bo'ldi faqat. Asosiy xonadonimizni ko'rib turibsizlar, umumiy 1,5 sotiqqa tushgan bu xonadonimiz umumiy o'zini 6 ta xonasiga ega. Asosiy xonadonimizga kirishimiz bilan ko'rib turibsizlar, avtomatik darvoza qo'yilgan. Bemalol bitta mashina qo'yishga alohida katta joylari bor. O'zi naresni joylar qilingan, letniy kuxnyani shu yerga joylashtirib olishgan ekan. Qaranglar, qanaqa chiqqan. Birdan ungacha kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Hovlimiz uchun общий saunzelimiz bordi. Chiroyli qilib qo'yishgan. Xo'p, oshxonamiz tegi katta yerto'la qilingan. Qaranglar, ziloniy zona uchun alohida kichkina bo'lsa ham joylar ham tashab ketishgan. Endi gilamni shu eshigimiz orqali kiramiz, to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Har bitta ko'rib turgan omurachimizga kamida shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar bitta like-chani qizartirib ketaverasizlar. Asosiy xonadonimizga kirishimiz bilan ko'rib turibsizlar, xonadonimiz neoklassik usulda remontdan chiqarilgan. Chap qo'ldan ayollar uchun mo'ljallangan oshxonadan boshlab qolamiz. Oshxonamiz bu yerda qaranglar, tashqari qaragan katta panoramli oynalar qo'yib ketishgan ekan. Kafillarni, fartuklarni qo'yib qo'yishgan. Endi o'zingizlar uchun chiroyli qilib uxli mebellarni tayyorlab olasizlar. Bundan chiqamiz, chiqishimiz bilan mehmonlar kutadigan birinchi etajda baribir zal kerak bo'ladi. Zalimiz qanaqa chiqqan? Kommentariyada faqat o'zingizlarning xolisona fikringizni qoldirib ketinglar. Xonadonimiz radiator orqali isiydi, ko'rib turibsizlar, tashqari qaragan katta oynalarga ega. Remontlarimiz qanaqa chiqqan? O'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. Yoshi katta ota-onalar uchun yotoqxonamiz bordi. Qaranglar. Ko'zni charchatmaydigan chiroyli yorqin bo'ylardan foydalanishgan ekan. Tashqariga eshiklarni qo'yib ketishgan, havo aylanib turish uchun, sirkulyatsiya bo'lish uchun. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz katta qilingan, qaranglar. Oppoqqina zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Qo'ldan boshlay qolamiz. Birinchi spalnyamiz bordi. Hamma xonalarimizni tashqari qaragan uzun oynalarga ega. Xonadonimiz umumiy yetib o'tdim, radiator orqali isiydi. Ikkinchi yotoqxonamiz bordi bu. Xuddi shunaqa, buni ham tashqari qaragan oynalarga ega. Xonadonimizni ko'ryapsizlar, balandligi gideti ancha 3,5 metr tashkil qiladi. Eshiklarimiz ham sifatli, yaxshisidan qo'yilgan ekan. Qaranglar, 2 metr pastda eshigimiz o'zi. Bu ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan mehmonlar kutadigan zalimiz bordi. Bu ham ancha katta ekan, qaranglar, tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Ammo dekorativniy joyimiz qanaqa chiqqan, qaranglar. Menga to'g'risini aytsam, lekin yoqdi. Ancha xonamizni ko'rkiga ancha ko'rib bag'ishlab turibdi. Ota-onamiz uchun mo'ljallangan oxirgi xonamiz, spalnyamiz bordi. Bu joyimiz ham xuddi shunaqa tashqari qaragan oynalarga ega, yorqin, oppoqqina aboylardan foydalanishgan ekan. Ikkinchi etajimiz uchun общий saunzelimiz bordi. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingiz chiroyli baraka qilib olsanglar bo'ladi. Xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani 39-manzilda 200 metr ichkari kirganda bo'pti. Xonadonimiz umumiy 1,5 sotiqqa qurilgan, 6 ta xona plus oshxona podvollari bilan. Agar kimga xonadonimiz yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqib o'zingiz chiroyli baraka qilib olsanglar bo'ladi. Narxi $125,000 deymiz. Ozgina kelishtiriladigan joyi bor. Qaranglar. Ko'chamiz asfaltdan chiqqan, tayyor holatda. Kelib faqat yashab bersanglar bo'ldi. Reklama xizmatlari tepada nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, xuddi shunaqa uylar bo'ladimi, yer yili uchastka dom farqi yo'q. Aloqaga chiqib Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'lib, chiroyli qilib reklama qilib beramiz. O'zingizlar ehtiyot qiling.